Assalomu alaykum. Ismim Sharifim Aminova Dilshoda Mamurovna. 1991-yil 31-yanvar Orenburg shahrida tavallud topganman. Dadam harbiy uchuvchilar, ayam esa rus tili fani o'qituvchisilar. Assalomu alaykum. Sevara Akbarovaman. Lekin siz meni supercalifragilisticexpialidocious deb chaqirishingiz mumkin. Kidding. Bakalavrda o'zimizda Farg'ona davlat universitetida ingliz tilini bitirganman. Magistraturani Janubiy Koreyani Sungshil universitetini Lifelong Education degan juda ham qiziq fakultetda o'qiganman. Registon maktabiga 2024-yil oktyabr oyida kelganman. Shu kundan boshlab o'z faoliyatimni boshlaganman. Nimaga aynan Registon? Chunki bu jamoa rosa yosh, kreativ, oldi g'oyalarga ega bo'lgan maktab bo'lgani uchun shu jamoada ishlashni juda ham xohlaganman. O'qituvchi bo'lishni xohlamaganman. Kichik paytlarimda o'zimga yodlab olingan gapim bor edi inglizchada. I want to become an ambassador or a diplomat degan. Elchi bo'lishda yoki bo'lmasam diplomat shu sohalarda o'zimni ko'rganman ancha paytgacha. Orada ximiya faniga qiziqqanman, doktor bo'lishni xohlaganman. Lekin onamlar o'zlarini hayotiy misollari bilan, tushuntirishlari bilan ingliz tiliga yo'naltirishgan. Keyin ingliz tilini chuqurroq o'rganishni boshladim o'sha paytdan beri. O'qituvchilik kasbiga kelishim juda ham qiziq bo'lgan, chunki yoshligimdan bu kasbni orzu qilmaganman. Yoshligimdan men o'zi yurist advokat bo'lishni xohlaganman. Uzoq yillar mobaynida yuridik institutga topshirganman. Dadam bilan kelishuv bo'lgan, agarki byudjet asosida o'qishga kirsang, yuridik institutda o'qishsan deganlar. Lekin byudjetga kira olmaganim sabab oxirgi yil nima bo'lsa bo'ldi, Farg'ona davlat universiteti filologiya fakultetiga 6-yilda o'qishga topshirganman. O'zi shunday nasib qilgan ekan, filologiya fakultetiga keyin o'qishga kirganman. Hozirda tanlagan kasbimdan juda ham faxrlanaman, chunki bu kasbda ishlab keyin tushunganman, bu meni o'z tanlagan yo'lim to'g'riligini. Ayni paytda Farg'ona shahridagi Registon xususiy maktabida ingliz tili ustoziman. Nimaga Registonni tanlaganman? 2024-yil avgust oyida tanlovlar bo'lgan. Qayerda aynan O'zbekistonda, o'zimga ona shahrim Farg'onada qayerda faoliyatimni boshlashim haqida. Keyin bitta tanishimiz, jonlari sog' bo'lsin, chaqirib qolishgan, aytib qolishgan, Sevara, kelib ko'ring, suhbatlardan, intervyulardan o'tib ko'ring. Yaxshi joy, yaxshi insonlar, bilimli insonlar to'plangan joy. O'tib ko'ringchi intervyudan, ishlaysiz, xudo xolasa yaxshi faoliyat yuritasiz shu yerda deb maslahat berishgan. Kelganman, birinchi o'rinda meni diqqat e'tiborimni tortgan joy maktabda binoni arxitekturasi, dizayni juda ham chiroyli, hashamatli. Haqiqatan ham o'zining nomiga xos premium klassdagi maktab. Ustozlar bilan ko'rishganman. O'sha paytda endi avgust oyida ko'pchiliklar bilan tanishganman. Rahbarlar bilan suhbatlardan o'tganman. Ularga ma'qul bo'lib, sentyabr oyidan faoliyatimni boshladim Registon maktabida. Kasbimdagi eng yoqadigan narsa bu men yoshligimdan o'zi e'tiborni juda yaxshi ko'rganman. E'tibor markazida bo'lishni juda ham yaxshi ko'rardim va ko'p gapirardim. Shu sabab o'zimga yaqinlarimga savol berishganda menga kota bo'lganingda kim bo'lasan deyishganida men hali tanlaganim yo'q, lekin juda ham xohlayman. Men gapirganimda hamma meni eshitib tursin, hamma menga qarab o'tirsin deb rosa shu narsani xohlaganman. Shu sabab hozir men Xudoga shukr, o'quvchilarim darsda men gapiraman, ular eshitishadi va e'tibor markazida doim bo'laman. O'qituvchilik kasbida aynan ingliz tili ustozi sifatida eng yoqadigan holat, aytib o'tganimdek, bu shaxsiy va professional rivojlanishga doim bizni yo'nalishimizda imkon borligi. Hozir O'zbekiston miqyosida, keyin umuman Farg'onada ham ustozlar ko'p, ingliz tili bo'yicha zo'r, super professional ustozlar juda ham ko'p, o'quvchilar, studentlar ko'p va bu doimo bizga motivatsiya, qanaqadir push up. Rivojlanish kerak, o'qish kerak,
o'rganish kerak degan motivatsiyani beradi har doim ish faoliyatimizda. Shu tomon menga juda ham yoqadi. Shaxsiy hayotdagi muammolarim ishimga aslo xalaqit bermaydi, chunki mani ayam o'zi rus tili fani o'qituvchisilar. Shu sabab ayam har doim o'rgatganlar, sani shaxsiy muammolaring, shaxsiy qandaydir o'zingni hayotingda bo'layotgan muammolaring ishga xalaqit bermasligi kerak. Ya'ni sen maktabga kirdingmi, sen o'qituvchisan, sen o'z shaxsiy muammolaringni chetga surib, o'zingni shu rolingda, ustoz rolida bo'lishing shart. Hech qachon kayfiyating yomon bo'lishi kerak emas. Doim a'lo kayfiyatda bo'lsang, o'quvchilarga ham shu kayfiyat o'tadi deb menga o'rgatganlar. Shu sabab doim harakat qilaman o'zimning shaxsiy muammolarimni ishga aralashtirmaslikka. Shaxsiy hayot, unda muammolar bo'lishi tabiiy hol. Bu hayotda kimda yo'q ekan muammo, sinov kimda yo'q ekan? Hammada bo'ladi. Bu savolga javobim qanday bo'lishi mumkin? Shaxsiy hayotdagi muammolar kun bo'yi ishlashga xalaqit bermasligi kerak. Shunday bo'lsin, biz biror joyda faoliyat yurityapmizmi? Bizga ishonishib, biz bilan shartnoma tuzishdi, bizni qabul qilishdi jamoaga. U yerda doimiy ravishda shaxsiy muammolar tufayli bizni holatimizda dars o'tishimizga yoki masalan o'quvchilarimiz bilan muomala madaniyatimizga, hamkasblarimiz bilan muomala layoqatimizga umuman ta'sir qilmasligi kerak bu holat. Har doim kulib yurish, menimcha bu kulib yurish yaxshi xislat. Bu boshqa odamlarga ham pozitiv kayfiyat beradi. Shuning uchun men uchun bu hayot mazmuni. Doim kulib, har bir muammomni kulib yechishga harakat qilaman, chunki qaysidir muammo bo'lsa, hech qachon xafa bo'lib o'tirsangiz, bu narsa o'zidan o'zi ketib qolmaydi yoki yig'lasangiz hal bo'lmaydi. Shuning uchun kulib yurish men uchun bir oddiy holdek. Shuning uchun qanday siz hayotga kulib boqsangiz, hayotim sizga kulib boqadi deb o'ylayman. Men o'zi chiroyli, sifatli, yumorni yaxshi ko'raman. O'zim ham hazil qilib turaman yaqin insonlarim bilan. Lekin doim kulib turish, doim kulib yurish men uchun qiyin. Bilmadim, bu xarakter yoki bo'lmasam facial expression deydi-ku. Yuz holatimdan kelib chiqibmi balkim. Lekin shunaqa gap bor. Smiling is contagious. Ya'ni jilmayish bu yuqumli. Jilmayish yuqumli va jilmayishdan keyin kelib chiqadigan yaxshi kayfiyat bu yuqumli. Har doim harakat qilaman. Bu o'z-o'zidan tayyorgarliksiz sodir bo'ladigan holat. Tanishlarimmi, hamkasblarimmi yoki bo'lmasam ko'chada ko'rib qoladigan notanish insonlarda ham birorta kiyimi o'ziga juda yarashib turgan bo'lsa, rangi o'ziga juda ham yaxshi mos kelib turgan bo'lsa, komplimentlar qilaman va komplimentlarni ham to'g'ri qabul qilaman. Yoki bo'lmasam shunaqa holatlar bor. O'tib ketdi yonimizdan birorta ayol, singlimiz, opamiz menga parfyumi yoqib qoldi. Shunday to'xtatib turib, kechirasiz, qanaqa parfyum ishlatasiz? Yoki bo'lmasam soch prichoskangiz o'zingizga juda ham yarashib turibdi shu soch turmagingiz deyman. Haligi odamning yuzida genuine smile deydi. Genuine bu haqiqiy, soxta bo'lmagan, samimiy, shunday chiroyli tabassum paydo bo'ladi. Kelajakdagi maqsadlarim ilm darajamni balandroq qilish, ya'ni hozirda Rossiya universiteti, Ruden universitetiga doktoranturaga topshirganman. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi xabarlar eshitaman deb kutib o'tiribman. Mayda javobi chiqishi kerak. Shu sabab inshaalloh universitetda tahsil olib boshlayman doktorantura yo'nalishida. Kelajak uchun rejalar, har xil niyatlar, har bir inson kabi men ham rejalayman, niyat qilaman. O'zim uchun, farzandlarim uchun, professional hayot uchun gapiradigan bo'lsam, doimo ta'lim sohasini ichida bo'lishni xohlayman. Ketgim kelmaydi. Ingliz tili bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi? O'zim ham kichkinagina bo'lsa ham hissamni qo'shishni xohlayman. Umrim yetganicha, kuchim yetganicha, chunki bu sohani rostdan ham yaxshi ko'raman. Ta'lim sohasida va
ta'lim bo'lgandan keyin biz o'qitamiz-ku, kadrlar, mutaxassislar yetishib chiqadi va hozir umuman O'zbekiston miqyosida emas, dunyo miqyosida o'ylashga harakat qilaman ba'zi bir muammolarni o'zim aqlim yetgancha. Misol uchun, hozir butun dunyoda iqlimni o'zgarayotgani, issiq bo'lib ketayotgani yoki bo'lmasam ko'p joylarda toza iste'molga yaroqli ichimlik suvlarining yo'qligi, har xil kasalliklar, viruslar tufayli odamlarda organizmi ko'p antibiotiklarga, ko'p dorilarga umuman ta'sirchanligini yo'qotib qo'yayotgani. Keyin yana bitta masala bor. Bu biomeditsinada aynan insonda organlarini, ya'ni donorlik organlarini yetishmasligi juda og'riqli mavzu. Shularda laborator sharoitlarda yaratish insonning yuragini, misol uchun, yoki o'pkasini, birorta kerakli ichki organlarini yaratib, bemalol shundan foydalanish, insonlarga o'tkazish masalasi. Keyin insoniyatni hayotini ovqatlanishsiz, suv iste'molisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Don mahsulotlari, guruch mahsulotlarini har qanday iqlim sharoitida, ya'ni heat resistant yoki drought resistant deydi, issiqliklarga va qurg'oqchiliklarga chidamli bo'lgan don, guruch mahsulotlari va boshqa o'simliklarni o'stirishni yo'lga qo'yish. Bularda hammasi uchun bizga nima kerak? Birinchi o'rinda ta'lim kerak. Ta'lim bo'lganda ham sifatli ta'lim kerak. Tinimsiz izlanishlar kerak, o'rganish kerak. Shunda chet elda emas, o'zimizni O'zbekistonda ham kuchli olimlar, mutaxassislar, kerak bo'lsa dunyo tan oladigan hozir ham bor olimlarimiz, doktorlarimiz yana ham ko'payadi. Yana men o'zimni o'quvchilarimga deliver qilmoqchi, ya'ni yetkazmoqchi bo'lgan message deydi-ku, asosiy bitta yetkazmoqchi bo'lgan tushuncham bor. Hozirda chet tillarini bilish, ularda ravon so'zlay olish qanaqadir wow effekt beradigan holat emas, hayratlanarli holat emas. Ingliz tilini o'rganinglar, qaysi kasbda tanlaganlaringizdan qat'iy nazar. Yuqorida aytib o'tdim uni muhimlik holatlarini. Xalqaro imtihonlar bu sizni qaysi til bo'lsa ham, ingliz tili, rus tili, arab tili, turk tili, koreys tili, xitoy tili, xalqaro toifadagi imtihonlar bu sizlarni rostdan ham belgilab beradi. O'sha tilni qanchalik darajada bilishlaringiz bu kerak, lekin aynan IELTS'ni, SAT'ni yoki CELTA'ni yoki SAFR'ni o'zingizni oxirgi nuqtangiz deb belgilab olmasliklarini xohlardim o'quvchilarda. Doimiy izlanishda bo'linglar, o'zlaringiz ustida ishlanglar. Hozir resurs ko'p, ma'lumotlar keragidan haddan ortiq yetarli darajada. Oldinroq ham o'zimning holatimdan kelib chiqib aytgandek, eng asosiysi necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar komfort zonasiga tushib qolishdan qochish kerak.